bunday sport turi borligini to'g'risi Jalolda endi eshityapman. Zo'r. Erishilgan yutuqlarimiz ham bormi? Albatta, bolamiz Alijon Farobidan 2008-yilda tug'ilgan bola. Bu bola bir nechta viloyat musobaqalarini o'tkazdi. Viloyatda o'zini yoshida, o'zini vesida albatta birinchi o'rinda bo'lganligi sababli respublika musobaqalarida ham o'ziga xos, o'ziga mos bo'lgan yoshlar bilan sapernik bo'lib shug'ullanib ma'lum bir natijalarga erishdik. Xudo xohlasa, o'tgan yil aprel oyida bo'lib o'tgan musobaqamizda O'zbekiston chempionatida 2-o'rin, yaqinda Xorazm viloyati Urganch shahrida bo'lib o'tgan musobaqamizda O'zbekiston kubogida 3-o'rin 65 kilo vazn toifasida erishdik. Bundan tashqari shogirdlarimiz ham bor. Hozir imini siz kelishingizni bilmaganman. Bu syomka bo'lishini ham xayol qilmaganman to'g'risi. Shuni hisobida qolgan shogirdlarni ayta olmadim. Bundan tashqari bo'lgan shogirdlarimiz ham bor. Ular ham viloyat musobaqalarida o'ziga xos natijalarni qo'lga kiritib kelishyapti. Malaz aka, xursandmiz. Biz Jalolobod tumanimizda shunday bir sport yo'nalishini tashkillashtirib qo'yibsizlar. Biz juda ham xursandmiz. Aka, natijalari ham O'zbekiston miqyosida demak 2-3 o'rinlarni egallab kelayotgan zo'r aka. Keling, o'zi bilan ozgina suhbat olib borsak.